Do'stlar, ko'pinchalik yoshyapti Abdurahmon, нежилой помещение yoki yer topib bering, arzonroq variant deb shaharda. Mana sizlarga topib berdim. Нежилой помещение 285 sotuv. Bu yoqda polni bizib, klinikami, stomatologiyami, otelmi qursangiz bo'ladi yoki shuni joyida qoldirib, mebelni sex ham ochingiz bo'ladi. Удобный lokatsiyasi bilan mana bu parkovочный zona ham qildirsangiz bo'ladi. Polni quruq qilingan, bu yoqdan kirishi bor, yondan kirishi bor. Yo'ldan kelishganda chap tarafda Risoviy bozor, o'ng tarafda Sarakulka. Yo'ldan kelsangiz 100 metr. 100 metrdan kirish bilan mana maydon turibdi. Murojaat uchun telefon qo'yinglar, собственник nomerini qoldirib ketaman. Videoga like bosib, bitta podpiska tashlab qo'yinglar. Kirganda mana bu ikkinchi etajimiz ofis. Pastda ham ofis qilsangiz bo'ladi yoki даже mebelni sex ham qilsangiz bo'ladi bu yoqda. Hojatxonasi ham bor. Katta to'kka joy ham qoldirilgan, mana bu qaranglar. Skladga o'xshab mana bu yerda. Katta joy ham bor. Lokatsiyasi ham udobniy, narx ham вообще arzon. Stanok qo'yib qo'yib bitta mebelni sex ham ochsangiz bo'ladi. Spokойно, orqa taraf ham ochsangiz bo'ladi. Mashina kiradigan joyi bor. Mana. Bu yerdan bemalol mashina kiradi. Ortib narsalar qilsa bo'ladi, xullas. Собственник nomerini qoldirib ketaman. Kimning qizi bo'lsa telefon qilinglar. Narxi kelsa 145 ming. Joyda tork bor.